Mani hayotimda ko'pincha shunaqa kunlar bo'ladi. Hech kim bilan gaplashishim kelmaydi, hech kim bilan ko'rishishim kelmaydi. Yasan-tusan qilib ko'chaga chiqib qatlagadir borish xohlamayman. Uyimda o'tiraman. Xohlagan ovqatimni yeyman. Yaxshi yomon ovqat bo'ladimi, foydalimi, zararlimi bir xil payt qaramayman. Ko'nglimga yoqqan narsani qilaman, chunki man odamman, man robot emasman. Mani charchash kunlarim ham bor, hech narsa qilgim kelmaydigan kunlarim ham bor. Uyimni yig'ishtirgim kelmaydigan paytlar ham bo'ladi, ovqat pishirgim kelmaydigan paytlar ham bo'ladi va bu normal holat. Chunki man odamman, man robot emasman. O'zimni qanday bo'lsam shundayligimcha qabul qilaman. Hamma nuqsonlarim bilan, hamma yaxshi yomon taraflarim bilan. Video qo'y har kuni, motivatorsan. Sen qo'llab-quvvatlashing kerak odamlarni, kulib yurishing kerak, xafa bo'lishga haqqing yo'q. Yo'q. Men odamman. Birinchi o'rinda men odamman va odamlar his qiladigan har bitta his-tuyg'uni men ham his qilaman va bu narsani qabul qilish normal holat. Yig'lagim kelsa yig'layman, kulgim kelsa kulaman, jahlim chiqsa jahlim chiqadi. Ya'ni har bitta emotsiya, odamzod his qiladigan tuyg'ularni o'zimga his qilishga ruxsat beraman. Ota-onam uchun nimadirlarni isbotlagim kelgan paytlar davno o'tib ketgan do'stlar. Hozir men hech kimga hech narsani isbotlash niyatim yo'q. O'zimga o'zim ishonaman, o'zimning kuchimga o'zim ishonaman, kimligimni bilaman, hayotga nima olib kelayotganimni ham bilaman. Va men ideal narsalarga ishonmayman. Ideal bo'lgim kelmaydi, chunki men ideal emasman. Men odamman.